Hozir siz ko'rib turgan video 3-qism hisoblanadi, ya'ni 1 va 2 qismini kanalimizdan kirib topsangiz bo'ladi. Kino nima haqida, voqealar nima bilan davom etyapti, umuman chalkashmasdan boshidan ko'rish uchun 1-qismdan boshlashni maslahat beraman. Yana bir muhim eslatma, biz bu yerda bildirgan barcha fikrlar ijodkorlarning roliga nisbatan aytilyapti. Shaxsiy hayotiga hech qanaqa adovatimiz yo'q. To'g'ri. Men shu balogirligini bilib, kelin qildim. Dugonamning qizini. Endi bu yog'iga o'zim tarbiyalab olaman. Mayli, xo'p, xo'p deylik, xo'p bilan. Jahmirsan bo'lib ketdingiz-a? Nolisiz bir nolimaysiz. Mayli, men bor ish nima gap ekan? Blogerlik ishlari nima bo'lyapti ko'raychi. Ha. Ataylab jahlimni chiqaradi. O'zi uchib turibdi-yu, xotinimni ko'raman deb. Hozir qarang. Bola aytayapti. Boshqa olaveraman, menga yoqmayapti deyapti. Endi bag'da onaxon aytayapti, ko'zi uchib turibdi, ko'rgisi kelyapti. Qanday bu bir-biriga tushmayapti bu gap hozir? Tushunmayapti. Mana bolani rolida sizga xotin yoqmayapti. Men boshqasini olaveraman deyapsiz, bag'da ona aytayapti, ko'rgisi kelib ketyapti. Onani gapidan kelib chiqib etsam, sen meni o'zingcha jahlimni chiqarmoqchi bo'lib etding, o'sha gaplarni o'zi uchib turibsan demoqchi edi. Ha, kelinni o'zim zo'rg'a topganman. Buni ketkizib yuborsam, yana sarson bo'lib kelin topamanmi? Erim bilan o'g'limga dardimni aytishimni keragi yo'q. O'zim bu kelinni yo'rg'imga solib olaman. Agar sololmasam, lekin shunda ham kamchilik topib beraman, nima deysizlar? Ichinglarda gapirib turganda bunaqa qilib gapirasizlarmi? Ataylab ichida gapirganini bilintirish maqsadida Bunaqa qilib erini oldida, eri ham qarab turibdi, nima deyapti? Manzura ismimni boshqa qo'yaman. Mana shu gapni kutdi. O'zini yuboryapti. Voy, ammajon? Voy, mani jiyanim, alaykum assalom. Yosh bolacha, yosh aqli yetmaydigan bolacha kelib turib, kelin turganda siz shipiryapsizmi desa bilmadim endi. Bo'lishi mumkin emas deb o'ylayman. Mana qarayaptim. Ha, sipiryapmi? Kenayamchi. Ha, tarafini olaman. bu zaryadga deysizlarmi, mashg'ulot. O'zim uchun. Keling. Qizcha xayoli kelish kerak emas-da, bu maksimum 5 baho olsam bo'ladi, yurgan bo'lish kerak edi bu. A few moments later. Meni uyaltirmang. O'zim sipiraman dedi. Yo'q, meni sog'lig'imga shu foyda deb o'zim sipiryapman-da. Kenayamni har kuni kuzataman, zo'r postga qo'yarlar-ya. Ey, qayoqdagi so'zlarni gapirasizlar-ya? U gram-pramlaringni men qayerdan bilaman? Nima degani u? U yerda nima qiladi keling? Aynana ham 1 yil davomida Instagramni tushunib olavermadi, bo'g'ilib ketdimi? Tushunib olsa qarang. Qaynana tushunmasa-chi hozir. Qaynana ham olyapti, yo'lga bir. Qaynanam bilan, Qaynana singerdi, profil ochib. Yo, qarang. Bu qaynana kelinni yo'lga solmoqchi edi, kelin qaynana yo'lga solib qo'ysa, o'zbek kinodan kutish mumkin-ku. Kenayam yo'da hayotiy har xil postlarni qo'yarlar, rosa ham zo'r. Prosmotrlari ham rosa ko'p. Nimasi o'tirib? Prosmotr. Qizim. Ey, qara. O'sha smotrni men ham ko'rsam bo'ladimi? Ha, ammajon. Siz oldin bitta Instagram ochasiz. Undan keyin Bir gram-pram deydi-ya. 1 hour later. Ospir. Chet el kinolarida kadrlarga ahamiyat berib chiqqanman. Bitta joyga o'rnatib qo'ymaydi-da, hali professional Oscar olgan kinolar bor-ku. 24 ga qimillab turadi, sal bo'lsa ham. Ular qarang, shtativni o'rnatib qo'yadi, cho'ychab o'tiradi. Eski do'stlar. Ochib beradi. Instagram. Endi har baloni tushuntirib bergin menga. sizni nomingizdan oldin Instagram ochamiz. Yo'q. Yo'q, qizim. Men nomimdan hech narsa qilmagin, ochma. Xo'p, amajon. Pullarimni yechib oladi deb o'ylayapti onaxona. Boshqa nom bilan ochgin. Unda
Solih ayol. Shu nom bilan ochaylik. Hech kim tanimaydi o'shanda. Qana bo'ldi. Endi sizni Kenim sahifasiga a'zo qilib qo'yaman. A'zo qil. Xo'p. Yomonlik chiqmasin deyman-da. Iya? Hey, Sikadi. men senga necha yildan beri ammaman. Mendan yomonlik ko'rdingmi? Yo, onang yomonlik ko'rdimi? O'zlaricha haligi komediya kinolarda shunaqa qadr qiladi bir klip aytib. Shunda qilib ko'rmoqchi bo'libdi, lekin birinchi marta qilyapti ekan umri davomida. Qiziq gaplarni gapirasan-a. Men hech kimga yomonlik qilmayman. Qilmaganman ham. Undan ko'ra o'rgat. Xo'p, amajon. Xo'p, amajon. Mana bo'ldi. Bo'ldimi? Mashqdan kuzatasiz. Mashqga kirsangiz, mana istoriyalar kuzatiladi, xo'pmi? 1 hour later. Aynan bloger bo'lib ketsa. Vayni olib. Aynan avaym. Bular oilasi emas-ku, kimdi bu bular, to'g'rimi? Bulardan boshqa odam yashamaydi bular uylarida. Bir-ikki arendaga olib video ishlab olaylik deyishgan. Shunaqa qilishgan. Bu rasmni olib qo'ysa bo'lmasmidi? E'tibor berishmaganiga qoyili. Umuman boshqa odam turibdi. Hozir bular uyida faqat shu ekan oila a'zolari. Nima umuman boshqa odam? Agar ko'zali zrinasi pastroq o'tsa, mana chap tomondagi, mana xotin o'ng tomonda eri, bag'da ano semiz emas-ku, o'rtada. Umuman boshqa odam. Mayli. Bunday qarab tursiz, mas aynilardan ham xato topsiz bo'ladi-da. Mana shu tartibda oyog'iga o'xshargan, lekin orqada kalasiga bo'lsa kerak. Kimga YouTube kanal kerak bo'lsa, YouTube Savdo 24 Telegram kanalidan sotib olasizlar. YouTube kanalinglar bor bo'lsa, sotmoqchi bo'lsalaring ham shu YouTube Savdo 24 dan sotasizlar. YouTube kanal kerak bo'lsa ham shitdan sotib olsalaring bo'ladi. Eng qizig'i, yaqinda O'zbekistonda YouTube'da pul ishlash funksiyasi ochiladi. Nasib qilsa, agar ochiladigan bo'lsa, sizlar ham mana ularga o'xshab o'zingizlarni bloginglarni Instagramda yuritgandan ko'ra YouTube'da yuritsalaring ancha foydaliroq, chunki Instagram hech qachon pul to'lamagan, YouTube bo'lsa to'laydi. Va YouTube odamning yuzini yanada tanitadi Instagramga qaraganda. Assalomu alaykum qadrli podpischiklarim, obunachilarim, aziz muxlislarim. Mana bugun sizlarga Storiesda shunaqa turadi. Yo'q, mana uni. Storiesda hozir bosib turish kerak. Bosib turish kerak. Nimaniki bu? Shunaqa funksiyasi ham bormi? Bilmadim, men unaqa ishlatmaganman. Qo'yingchi. kelinli uyimdan ajoyib bir taom retseptini qilib ko'rsatmoqchiman. Buning uchun kartoshka, sabzi, bolgarskiy, piyoz kerak bo'ladi. Umuman ovqat qilmagan odam endi qilyapti. Ishimizni Bu nimaniki aytaymi? Realistaj kameradan olsangiz shuna bo'lsa kerak. kartoshka archishdan boshlaymiz. Tavba. Tuzoqaro ovqat tayyorlashni bilmaydi-yu. Yana xuddi o'zini pazandadek qilib ko'rsatdi. Nega bildiryapti? Video olishini. Odam shunchalik ham 200 Aynan men odamda. bo'ladimi, a? Mana chiroyli qilib. Ha, kelin. Xuddi pazandalardek nimalarni tushuntiryapsiz? Xuddi ovqat pishirishni bilgandek. Oyijon, bu ishlarni hammasi prosmotr uchun. Video qanchalik tabiiy bo'lsa, prosmotr shunchalik ko'p bo'ladi, oyijon. Bo'ldi, yig'ishtiring motor-potirlaringizni. Shu paytgacha jon qizim indamay keldim. Endi yetadi. Xo'pmi? Voy, oyijon, axir meni blogerligimni bilib turib kelin qilgansiz-ku. Ha, balogirligingizni bilib kelin qilgandim. Endi bo'lsa xohlamayapman. Oyijonim o'zimmi? Men shuncha obunachilarimdan voz kecha olmayman. Voy jonim qizim. Voy tillaringizdan o'zim o'rgiling. Endi oilam deb voz kechasizda. Yo. Biz bunaqa kelishmaganmiz-ku, oyijon. Ham dedim hozir bitta Instagram uchun o'sha hayoti buzilyapti. Tagu eri bilan urushyapti. Yo meni tanla yo Instagramda. Hamma narsaga ulguryapman-ku. Bu shunchaki qo'shimcha ish. Ham daromad keladi, oyijon. Daromad. Daromad? Fikr o'zi. Meni avramang. Undan ko'ra nabira olib kelishni o'ylay. Uy yurg'izishni o'ylay. Ana o'sha daromad sizga.
Xo'p, oyijon. Hozir efirima payti bo'lib qoldi. Ovqatchi yarim soatdan keyin qilib qo'yaman, xo'pmi, oyijon? Tez tugataman, xavotir olmang, oyijon. O'zimmi, oyijonim? Voy. Voy. Hozir ovqat qilib turgan joyda o'zi chiqib ketyapti. Qanday bu? Kallaga sig'mayapti. Balogirdan kelin qilmayman, har narsa bo'ling. Bag'da anular efirida o'tiribdi. Kelinim qachon efirda o'chiradi, ovqat yeylik. deyapti, efirimda vaqt o'yildi deyapti. Instagramda masalan hech qaysi blogerda efirni vaqti bo'lmaydi-da. Efirda vaqtli qilmaydi. Masalan, aynan bugun 18:00 da efir qilishim shart. TikTokda bo'lsa, buncha TikTokga kirib oladi, chingizlar oladi. Tasavvur. Chingiz akada. Furqat aka. Hozir uyga kiradi, bag'da qonni ochib buni. Kelini qachon Instagramni o'chirar ekan, qonni ochib kommentariy yozadi. Efirda o'chiring deb. Birinchi shart. Maktabga ko'ptovga pul teryapsiz. Ko'pta olaman deysan. Pul bering deysan. Sakrab yosh bola sakrab kelasan. Voy. O'ynabchi, yosh bola bo'lib ket. Davay. Sakrab ket. Bunaqa shartlar qayerdan kelanga keladi? Uni chiroyiga uchibman-u. Balogarligiga ahamiyat bermanman-da. Kimdir o'pdimi desam, hozir o'pdi rostdan, nima vaziyatda o'pdi? Chiqib qoldi desa. Xo'sh o'rtoqlar, bugun nima tayyorladim deb o'ylaysizlar? O'z qo'llarim bilan o'z qo'llarimni o'ynatib, Mirenoviy rulet tayyorladim sizlar uchun. Bizi chanmay, o'zing uchanmay. Mana ko'rishinglar mumkin. Retseptini sal keyinroq ko'rsataman sizlarga. Mevalarni aytmaysizlarmi? Qaymoqlarini aytmaysizlarmi buni? Hidlaridan judayam ajoyib, mazzasiga gap bo'lishi mumkin emas. Bu ruletni yemabsizlar bu dunyoga. Hozir bitta Hozir qarang, yo, mana. Soxta yo'q narsani bor qilib ko'rsatadi. Shuna blogerlar ham bor demoqchi bular. Ssenarist menimcha. Hozir javob beraman, bu tortni ham mana uni kimdir sotib olgan. Qarang, blogerlar deyapti, xo'p, hozirgi blogerlar unaqa hali xuddi reklama qilyapti tortini. Hali bozorlarda voy zo'r ekan deydi-yu, hozir uyda bunaqa demaydi-da. Uyda mana sizlar uchun vah mazzaligini qarang deyapti. Hali Qisib masalan tort pishirish, uni hozir xuddi zo'r tort qildim. Bu tort qilib sotmoqchimi, yemoqchimi? Tortini shunaqa tasvirlab beryapti. Xuddi sotmoqchi deb tasvirlab beryapti hozir. U yeyish kerak bo'lsa unaqa voh mazzaligini demaydi odam. Ey, birorta reels ko'rmaganman, o'zini-o'zi muqat qildim. Men kino ko'rmagan bo'lsam ham Hay, kelin. Men do'kondan olib keldim-ku. videoga chiqish kerak. Oyjon, bu primoy. Buyurtma qildirib, ataylab, o'zim borib olib keldim-ku. Onaxon ataylab qilyapti. Kapriz. Oyjon, bu primoy efir edi. Gapingiz eshitilib qoldi. Sharmanda bo'ldim endi. Ishim bor mana. Primoymi? Masjidga bitta dublyaj qilib qo'yaymi? Onaxon yali 3 sekundlik. Oyjon, bu primoy efir edi. Gapingiz eshitilib qoldi. Sharmanda bo'ldim endi. Yaldayapsanmi? Oymi? Joyiga qo'yib qo'ying, buni erib ketadi. Ha, do'kondan olib keldim, xolingiznikiga olib boraman deb. Oyjon, gapingiz eshitildi. Men bularni yonda endi yolg'onchi bo'ldim. Ajab bo'pti eshitilgan bo'lsa. Yolg'on gapirmaysiz endi. Bilib qo'ying. Yolg'onni qachondir mis chiqadi. Nima deb o'ylaydi endi bular oyijon? Nima deb o'ylasa o'ylaversin. Ha siz buni men qildim deganning o'rniga Kamerani yaqinlashtirib bir tog'ora somsa pishirib qo'ymaysiz. Xolingizga buni yoniga qo'shib olib bormaymanmi? Dastavka qildirib beraymi? Kerak emas. Muzlatishga qo'ying, erib ketmasin. Bekor xafa qilyapti. Nima deb o'ylaydi endi? Sharmanda bo'ldim. Avvalroq o'ylash kerak edi. Yolg'on to'qimalar qilmasdan.
Mana shu qizni profilini topib kommentariyga yozib ketinglar. Adpis tashlab qo'yaman. Ha, endi balogirligingizga nuqta qo'yasiz-da. Qaysi? Bir burchak pushtimi, ramka ichida uloqtiradi. Ko'rgansiz? To'rt hozir katta turadi-yu. Yonmacha turavdimi ekan? Yonmacha ko'rganmizmi? Yo'q, hozir buni qaytaring. Ha, bo'ldi. Gap yo'q. Simas bu qizni yig'latchi. Men nuqta qo'yaman ekan. Bir nima o'ylab topaman. Bu yerda qanaqa narsa o'ylab topish mumkin ekanmi? Kimga YouTube kanal kerak bo'lsa, YouTube savdo 24. Bu hozir o'zim pishirdim deyapti-yu. Aynan sotib qo'ydi. Endi sharmanda bo'lsa, bu nimadir o'ylab topaman deyapti obunachilarimni. O'zimni isbotlashim uchun deyapti. Men pishirib sotyapman magazinchilarga. Qaynana o'shda sotmoqchi bo'libdi. Qaynanasi uzr so'rab chiqyapti-yu. Uzrni yolg'on gapiradi. Hozir men seni boplayman. Negativ so'zlarni kirib. Hozir mana qarang. 2 kun yoki 1 kun oldin mana xotin o'zim tarbiyalab olaman, o'zim endi nima chidayman deb turib, endi yana urush chiqarmoqchi bo'lyapti hozir. Xotinda ham bor ekanda. Qani endi kommentariyalarni o'qib chiqaman. Aynan bunday to'g'ri kelish kerak-da, shu narsa hozir. Bu bag'dan yozadi, bu bag'dan o'qiydi. Sirrazi. Yozar ekan endi. Sizni Instagramda video qilib o'tirishingizni qaynonangiz biladimi? Bu SMS olib kelyapti bu. Telefon nomeriga SMSmi yo direktdan yozyaptimi? Yo'q, SMS. Yo kommentariya emas-ku. Kommentariya. Endi ba'zi SMS mana. Oldingda SMS mana. Farqi bormi mana tekiraylik? Farqi bormi bu? Qanday bu? Ha, albatta bilishadi. Ha, albatta bilishadi. Ovoz. O'zlari dublyaj qilib. Aks sadoganichi? Eho. Qaynonangiz jahl qilmaydimi? Oxir o'zi bildirib ham qo'yadi bu gapni. Nega jahl qilish kerak? Kim uni endi mana qaynona. Yo, bu bloger ekanda, u yozsa sразу zabrosga tushish kerak-da. U sразу direkt yozadigan taqdirimizda ham foyda bo'lib, sразу yozishib ketmaydi bu bloger. Videoni kommentariyasini o'qiyman deb turib, endi ba'dan direktdan уже yozishyapti. Qanday bu? Yozishsa ham bu ba'da bloger deb turibdi. Kakras, bunday bloger deganda bunday oddiy odamlar SMS kelmaydi ham-da. Tushunib kerak-yu, bloger ham javob bermaydi ham, zaprosga kelganda. Hatto Instagramga kirib qo'ysin, bloger degan nomini oqlab. Boshqa odammi bu? Ne hozirgi? Hapsi chiqara olmayapman yuzini lekin. Hozirgi qo'ying. Uy ishlarini vaqtida qilolmasangiz kerak. Doimo Instagramga post. Instagramga. To'g'ri, bu xola bilmaydi to'g'ri yozishni. Instagram nimani? O'shaning uchun ham xato yozgan. Instagram. Posterlesku shunga aytaman-da, deyapti. Lekin mana o'zi bor. 60 ga kirgan onaxon lotincha yozadi bo'ylaysizmi? Yo'q, 100% kirillcha yozadi. Yo, usiz ham bilintirib ham qo'ydi-da bu odam, hali down odam ham bilishi kerak. Hozir qarang, doimo Instagram posterlesku deb hali qaynonasi birga gapiradi. Shunga aytaman-da, uy ishlarni vaqtida qila olmasangiz kerak. To'g'risi, ba'zan jahl qiladilar. Ayni video tayyorlayotganimda ish buyuradilar. Maqsadga o'tib kechirasiz, nega meni tergov qilyapsiz? Sezdirib qo'ydi-ku, a? Bloket qo'yapti-ku. Yozaman deyapti, va
Ha, endi men ham Sizlarmikin bu sizni qulog'imga? qaynonangizga o'xshagan qaynonaman. Tuprog'imiz bitta deng. Men Instagramga tushunimman deyapti. iPhone 13 Pro ushlab olgan qarang. Ham lotincha yozyapti, ham hali endi post nima deyapti turgan odam Instagramga har kuni post qo'yasiz, aktualniy qilib yotibdi-yu. yoki ana haligi qizchani chaqirib bunga bunaqa dechi ham demayapti. Hozir to'g'rimi? Shunaqa deganda sal mantiqqa to'g'ri kelardi bunday o'ylab qaraganda. Hamma qani ekranda ahvollari zamitga kirib olganmi u? Hech qaynonangiz ayni video olayotganingizda nega ish buyurishi haqida qiziqib ko'rganmisiz? Shunchaki meni asabimga tegish uchun. Adashasiz. Nega siz har kuni ertalabdan obunachilaringizni ko'nglini olishga harakat qilib, har xil chiroyli so'zlarni yozasiz, ko'ngilga yoqadigan videolar joylaysiz. Juda qiziq savol bo'ldi-ku. Obunachilarim prosmotr uchun. Buyam. Faqat prosmotr aktiv o'ylar ekanda, obunachilar o'ylamas ekanda. Masalan, obuna odamlarga yoqish uchun, manfaatli bo'lish uchun demaydi. Shu video 1000 ta like yesa biladi. Sachimni kalga Nima qilyapsiz? Qizim videosi prosmotr uchun. Yig'layapti. Opam. Ana shunday shirin so'zlarga, e'tiborga qaynonangiz ham mushtoqligini bilasizmi? Endi ham bilmasa agar bor u. Endi ham bilmasa agar bilmani. Bunday kelin ham aytish kerak. Bu xola meni qaynonamni tanishimi yoki qanday bilyapti bu narsalarni deb o'ylash kerak mana miyada. O'ylash kerak. Uje mana bitta temaga kelish kunicha yarim soat o'tib bo'ldi video. Siz doimo qayoqdagi obunachilaringizni qanday xursand qilishni o'ylayotganingizda qaynonangiz sizni ozgina mehrli so'zlar bilan gaplashib o'tirishingizni xohlayotgani haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Malibu qolib ketdi. Bay, hormang. Endi o'zgardimi? Endi o'zgardi. Biz kutgan kelin. Bunga eskirdi endi. Rostdan ham o'ylabdi endi. Yoki Oradan 1 yil o'tdi. bay hormaysa bizmi kadrni video olyapsan deb qolsa. Ertalabdan yana Instagrammi? Ha, Shunday bo'lsa hozirmi nima qilyapti? Voy endi salom berar ekan, qarang. Boshida ko'rmadiga salomda, kelinlik salom boshida beriladimi yo To'yi 1-2 yildan keyin? 1-2 yildan keyin beriladimi salom? yig'ishtiring bo'ldi. Bo'ldi. Ochun. Kerak emas. Video yaptı bu. Rosa salom berdingiz. Bo'ldi, yig'ishtiring. Voy salom berishni Buni aytaman. Yana boshlandimi ertalabdan deyman? Yo'q, oyijon. Hech qanaqa Instagram emas. Siz uchun o'z qo'llarim bilan olmali pirog tayyorladim. Ha? Taka tegistir gapirib qo'ysa, bitta negativni orqasidan shunchalik o'zgardim. Men negativmidim deydi. Tavba. O'sha negativ men edim. Hammasini-ya? Albatta. Kiyimlarga necha? Rostami? Albatta, hammasi siz uchun. Olmali pirog. Bir tatib Ana qo'ying. kamerani bir chekda. Nimaga siz bunchalik prank qildingiz? Prosmotr uchun. Videoni hammasini bitta qismga joylagim kelmadi. Bo'lib qiziqarli qilib qo'ymoqchi bo'ldim. Shuning uchun keyingi qismini kanalimdan topasizlar. Kanalimda chiqarib qo'yaman qismga bo'lib.